Rossiyada front ortida nimalar bo'lyapti? Askarlar qanday ta'minlanmoqda? Urush taqdirini faqat front chizig'idagi janglar emas, balki front ortidagi harbiy ta'minot tizimi ham belgilaydi. Harbiy mutaxassislarning ta'kidlashicha, oziq-ovqat, yoqilg'i va o'q-dorilar o'z vaqtida yetib bormasa, eng yaxshi tayyorlangan bo'linmalar ham jangovar salohiyatini yo'qotishi mumkin. Rossiya armiyasining ta'minot tizimi bir necha bosqichdan iborat. Avvalo, oziq-ovqat, yoqilg'i va o'q-dorilar mamlakat ichkarisidagi yirik omborlarda yig'iladi. Ular temir yo'l orqali frontga yaqin logistika markazlariga yetkaziladi. Keyinchalik yuk mashinalari va zirhli transport vositalari yordamida oldingi chiziq yaqinidagi bo'linmalarga olib boriladi. Bu tizim zamonaviy urushning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Frontdagi askarlar odatda quruq harbiy ratsion, konservalar, ichimlik suvi va imkoniyat bo'lsa dala oshxonalarida tayyorlangan issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Shu bilan birga tibbiy vositalar, kiyim-kechak, ehtiyot qismlar va yoqilg'i bilan muntazam ravishda yetkazib turilishi kerak. Har bir ta'minot karvoni jangovar bo'linmalarning faoliyatini davom ettirishda muhim rol o'ynaydi. So'nggi oylarda Ukraina uzoq masofali dronlar yordamida Rossiyaning logistika markazlari, yoqilg'i bazalari va o'q-dori omborlariga zarbalarni kuchaytirdi. Harbiy tahlilchilarga ko'ra, bunday hujumlarning asosiy maqsadi frontdagi qo'shinlarning ta'minot zanjirini sekinlashtirish va ularning harakat imkoniyatlarini cheklashdir. Rossiya esa logistika yo'llarini himoya qilish choralarini kuchaytirayotganini, havo hujumidan mudofaa vositalari va elektron kurash tizimidagi keng foydalanayotganligini bildirgan. Shu bilan birga har ikki tomon logistika obyektlarini muhim strategik nishon sifatida ko'rishda davom etmoqda. Harbiy ekspertlarning fikricha, zamonaviy urushlarda g'alaba ko'pincha qurol soni emas, balki ta'minot tizimining uzluksiz ishlashi bilan ham belgilanadi. Tank yoqilg'isiz, artilleriya o'q-dorisiz, askar esa oziq-ovqat va suvsiz uzoq vaqt davomida jang qila olmaydi. Shu sababli logistika bugungi urushning ko'rinmas, ammo eng muhim jabhalaridan biri bo'lib qolmoqda. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush davom etayotgan bir paytda front ortidagi ta'minot tizimi har ikki tomonning harbiy imkoniyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Vaziyat esa kundan kunga o'zgarib bormoqda. Agar sizga bu tahlil qiziqarli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Eng muhim xalqaro yangiliklar va tahlillar bilan yana uchrashguncha xayr salomat bo'ling.